Diqqat, shoshilinch xushxabar! Davlat tomonidan aholiga 800 ming so'm miqdorida pul tarqatiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi qarori imzolandi. Qarorga ko'ra, shu oyda bo'lgan davr ichida aholining quyidagi qatlamlariga 800 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Yil davomida temir daftar ro'yxatida bo'lgan oilalarga, 18 yoshga to'lmagan farzandlari bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini yoki nafaqasini oluvchi oilalarga va 18 yoshgacha nogiron bolalari bor oilalarga, shuningdek, nogironlik nafaqalarini oluvchi oilalarga beriladi. Moddiy yordam faqat yuqorida ko'rsatilgan toifadagi shaxslarga beriladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, video ostiga like tugmachasini bosib, yangilik haqida qolganlarni ham xabardor qilib qo'ying.